Dokumentni serokopiya qilib bizga beradi. Bog'dod ko'chasidagi marojnaxona sizga tegishlimi? deb o'ylayapman. Qaysi? Qurilish va kommunal xo'jaligi nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan bugungi kunda Samarqand shahar bo'ylab olib borilayotgan reyd tadbirlar natijasida mana Samarqand shahar Bog'dod ko'chasida joylashgan 13-sonli ko'p kvartirali uylarning orqa tutash hududidan fuqarolar tomonidan o'zboshimchalik bilan noqonuniy qurilish qurilganligi aniqlanib, qonunchilikda belgilangan tartibda noqonuniy qurilish amalga oshirilgan mulkdorlarga nisbatan aniq muddat berilgan majburiy ko'rsatmalar berilib, bartaraf qilish yuzasidan ogohlantirib, tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Berilgan ogohlantirish majburiy ko'rsatmadagi muddatda bartaraf o'z ixtiyoriy ravishda bartaraf qilmagan taqdirda qonunchilikda belgilab qo'yilgan tartibda chora ko'riladi. Majburiy tartibda buzdirish uchun sud organlariga taqdim etiladi. Bunday reyd tadbirlarimiz shahrimiz bo'ylab davom etmoqda.